Atrofimdagilar davomli menga ovozingiz bek chiroyli Dilara deyishidi. Sinchilarimdagi inkaslarning ichidami shundaq inkaslar eng jiqgan qarab baqsam, so'ng bugun ovoz haqida ozroq to'xtalgim kelib qoldi. Nurg'un qizlar bunda qaraydi ekan, yigitlarni, erlarni yuz tuyg'u jihatda chiroyi bek chiroyli, badani intayin qamlashgan ayollarga amroq keldi deyishidi ekan. Lekin o'sha erlarning ovozi yiqimliq ayollarga muxtarligini o'ylab qo'yaylik ya qizlar. Amaliyotda nurg'un erlar ayollarning ovoziga bek oshiq keladi. Bir savol tug'ildi bu yerda. Amiz qiz ayollar uchun ovoz zoti qanchalik muhim? Men javob berib boqayman. Ovoz ko'rinmas jalbkorlik deyman. U odamni cheksiz tasavvurga boshlay oladi. Erlarni tuyg'uchil jonliq desak, xatolashmaymizmikin deb o'ylayman. Erlar haqiqatan o'ziga huzurlik tuyg'u bera olgan. Masalan, qarashqi nihoyatda go'zal, ovozi intayin yiqimliq, teni xushpuroq, atlari yumron, terisi siliq, turmushda payizli qiz ayollarga bek amroq keldi. Bulardan oldingi ikki xil ta'sirotni bermak sal osonroq. Ya'ni chiroyli bo'lish bilan yiqimliq so'zlash. Chunki buning uchun badan uchirish ketmaydi-da. Shundoq bo'lg'achqa, bularning muhimligimi bizga sal boshqacha bilindi. Biz aralashtirganlarni mushu ikki ta'sirot bo'yicha tanlashga moyilroq kelamiz. Ovoz yana ikkinchi chiroy bo'la oladi. Ba'zi qizlarning chiroyi vaqtidagidek chiroyli bo'lmasligi mumkin, xuddi menga o'xshash. Lekin bu tipdagi qizlarning yiqimliq, muloyim ovozi ularning obrazini ko'tarib tura oladi. Agar ovoz asosi pek nachar bo'lib ketmasa, muvofiq chora usullar bilan xeyli zo'r nisbatda ovozni yaxshilab ketgili bo'ladi. Masalan, to'g'rab mashq qilish, nafas tizginlash, siliq talaffuzda so'zlab berish degandek. Ovoz ba'zida odamni chiroydan ko'proq jalb qila oladi desam shartsiz ishining. Ovoz yana atrofga iliq ta'sir berishda g'animat omil azizim. Masalan, bolalar yig'lab qarqishlik qilganda ovoz yiqimli qiz ayollar boshqalarga qaraganda osonroq tablab to'xtata oladi. Iliq tuyg'u bera oladi. Yiqimli ovoz har qanday odamga xush ta'sir ato qila oladi. Bunaq ovoz erlarning ochig'ini yondirib oladi. Demak, ayollar boshqalarga iliq ta'sir beraman desa, buningda ovoz haqiqatan muhim bir qurol bo'la oladi. Ovoz yiqimli ayolga boshqalarning yaqinlashqisi, gap ochqisi kelib turdi. Ovoz va obraz darsxonamizga kelib, ovozingizga bir tangshak o'rnatib beqing. Ovoz muhit kayfiyatini tangshashda ajoyib muhim vosita bo'la oladi. Misol olsam, odatda juftlar urushib qolganda, ovoz yiqimli qizlar birani akilab, nozlanib so'zlab qo'ysa, erlar shu onda taslim bo'ldi, ha? Shundaqmi? Ekran oldidagi yigitlar. Chiq odamlarning orasida o'ng'aysiz kayfiyatda qolgan vaqtimizdami, yiqimli ovoz bilan biror naqsha o'rinlab bersak yoki bo'lmasa, hikoya aytib versakmi kayfiyatni o'ng'ishib yetalaymiz. Demak, ayollar ovozi yiqimli bo'lsa, husnigimi ko'p husn qo'shilgan bo'ladi. Ovozingizni chiroyli qilib, muloyim, siliq, chiroyli gap qilishni o'rganganingiz bo'lsa, ovoz va obraz temizda 4 kunlik dars ta'sis qildim. Yana kelib o'zimning o'qituvchim, Xinjiang televiziya stansiyasining tunji avlod diktor riyosatchisi, ustoz diktor G'olib Niyoz muallimni bu darsxonamga taklif qildim.